Bo'ston Resort pansionati baland tog'lar bag'ridagi betakror Issiqko'l, Ulug'vor, Tianshan tizmalari va o'zbek-qirg'iz hamkorligining yangi ramzi. O'tgan yili O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan qisqa muddatda Bo'ston Resort pansionatining birinchi bosqichi barpo etilib, foydalanishga topshirilgan edi. Oradan bor yo'g'i 1 yil o'tib, qo'shni Qirg'izistonning Moviy Issiqko'li jozibasi, tabiatning betakror mo'jizasiga uyg'un ushbu maskanda yana bir muhtasham inshoot, yangi sanatoriy qad rostladi. Janubiy sohildagi bu real voqelik yangi O'zbekistonda aholi salomatligini mustahkamlash yo'lida amalga oshirilayotgan tizimli islohotlarning amaliy natijasini yana bir bor yaqqol namoyon etdi. Ushbu dam olish va sog'lomlashtirish maskani O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi yaxshi qo'shnichilik munosabatlari yuksak darajada rivojlanib borayotganining amaliy tasdig'idir. Ikki davlat rahbarlarining siyosiy irodasi tufayli keyingi yillarda mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlik strategik tus oldi va qo'shma tashabbuslar iqtisodiyot tarmoqlarining ko'plab yo'nalishlarini qamrab olmoqda. Birgina misol, Bo'ston Resort loyihasi bir vaqtning o'zida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi turizm salohiyatidan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirdi. Shuningdek, eng dolzarb ijtimoiy masala hudud infratuzilmasini yanada rivojlantirish va mahalliy aholini ish bilan ta'minlashga hissa qo'shmoqda. Loyihaning ikkinchi bosqichi doirasida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan zamonaviy, jahon standartlari talablariga to'la javob beruvchi sanatoriy barpo etildi. Mazkur sanatoriy O'zbekiston Respublikasi Prezidenti boshchiligida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik siyosatining mantiqiy davomi bo'lib, uning markazidan inson, uning salomatligi, farovonligi va hayot sifati o'rin olgan. Ushbu maskan uzoq yillar davomida butunlay qarovsiz, tashlandiq holatda qolib ketgan edi. Prezidentimiz tashabbusi bilan mazkur joy tom ma'noda Bo'stonga aylanib, butunlay yangicha qiyofa kasb etdi. Bugun biz o'sha Bo'ston Resort sanatoriyasida turamiz. Bugun biz Bo'ston Resort sanatoriysiga tashrif buyurib, bu yerda amalga oshirilgan yangilanishlar bilan yaqindan tanishdik. O'tgan yili ham bu maskanga kelib, ulkan bunyodkorlik ishlariga guvoh bo'lgan edik. O'tgan yili zamonaviy, o'ziga xos betakror dam olish pansionati ochilgan edi. Bu yil esa muhtasham 7 qavatli sanatoriyning foydalanishga topshirilishi bizni yanada quvontirdi. Ushbu loyiha Issiqko'l joylashgan Ton tumani uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda. Yuzlab mahalliy aholi ish bilan ta'minlangan. Sanatoriyda zamonaviy davolash sharoitlari yaratilgan. Barchasini ko'zdan kechirib, bu maskan xalqaro darajadagi dam olish va sog'lomlashtirish markaziga aylanganiga amin bo'ldim. Men ilgari Turkiya, Kanada va Rossiyadagi sanatoriylarda ham bo'lganman. Ammo Bo'ston Resort ko'p jihatlari bilan ulardan ancha ustun. Bunday loyihalar Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi birodarlik munosabatlarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyevga chin dilimdan rozichilik bildiraman. Ikkalamizda do'stlik kuchayaversin. Sanatoriyning ochilish marosimi O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari hamda ikki mamlakat keng jamoatchiligi ishtirokidagi tantanali tadbirga aylandi. Bu yerdagi har bir manzara dam oluvchilar ko'zini quvontiradi, qalbini esa quvonch va hayratga to'ldiradi. Masalan, yangi sanatoriyning tom qismida joylashgan terrasa, ya'ni ochiq ayvon, bir piyola choy ustida Issiqko'l va uning atrofidagi tog' tizmalarining yaxlit ko'rinishini tomosha qilib, dilkash suhbat qurish uchun ayni muddaodir. Bu yerda dam oluvchilar xordig'i yanada mazmunli bo'lishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Подтверждение вашим словам, nаш приезд сюда. So'zlaringizning tasdig'i bu yerga kelganimizdir. Biz Bo'ston Resort sanatoriysiga kelganimizdan juda mamnunmiz. Bu yerda Issiqko'lning cheksiz go'zalligi, Purvqor tog'larining ajoyib manzarasi mujassam. Eng muhimi ham tabiat, ham Bo'ston Resort pansionatida yaratilgan sharoitlarning mukammal uyg'unligi xordiqning mazmunli bo'lishini ta'minlaydi. Shifokor sifatida aytishim mumkinki, bu maskanda yaxshi dam olib, kuch-quvvat to'plash va salomatlikni mustahkamlash uchun yetarli shart-sharoitlar mavjud. Prezidentimiz tomonidan Qirg'iziston Respublikasida Issiqko'lda shunday ajoyib pansionat qurilganidan juda ham xursandman. Bu uchun hurmatli prezidentimizga rahmat aytaman. Men bu sanatoriyani ilk davolanuvchisiman. Sharoitlariga gap yo'q. Xonalarining shinamligi, zamonaviyligi, havosini tozaligidan bu yerda suvlarini tiniqligidan bahridili ochiladi odamni. Prezidentimiz xalqimizni rozi qilish bo'yicha juda ko'p ishlari qilyapti. Qirg'izistonda qurilgan Bo'ston Resort sanatoriyasi ham prezidentimizni xalqni rozi qilish yo'lidagi qilgan harakati mana shuni haqiqiy xalqni rozi qilish desa bo'ladi. Sababi bu yerda bugungi kelgan dam oluvchilardan o'qituvchilar, hamshiralar kelib dam olyapti. Issiqko'l bo'yidagi ushbu haqiqiy durdona dengiz sathidan 1610 metrdan ortiq balandlikda joylashgan. 160 o'ringa mo'ljallangan 7 qavatli zamonaviy sanatoriy yil davomida uzluksiz faoliyat yuritadi. Sanatoriy asosan yuqori nafas yo'llari hamda asab tizimi kasalliklarini davolashga ixtisoslashgan. Buning uchun bu yerda barcha zamonaviy sharoit va tibbiy uskunalar mavjud.
Из диагностических у нас есть УЗИ-аппараты, также у нас есть аппараты ЭКГ. Sanatoriy diagnostika jihozlaridan ultratovush tekshiruvi, eho kardiogramma qilish kabi tekshiruvlar uchun eng zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlangan. Hamshiralarimiz barcha zarur birinchi shoshilinch yordamni ko'rsata oladilar. Bundan tashqari bizda fizioterapiya xonalari ish boshladi. Shuningdek, limfa drenaj ham bor. Ushbu muolajalar og'ir jismoniy yuklamalardan so'ng sportchilar uchun ham juda foydali. Jihozlarning hammasi mutlaqo yangi, zamonaviy, ularda ishlash juda qulay va eng muhimi, hammasi bemorlarimiz salomatligi uchun. Bu yerdagi xonalar va yaratilgan qulayliklar haqida hech qanday mubolag'asiz aytish mumkinki, ularga hatto Yevropaning ayrim sanatoriylari ham havas qiladi. Fikrimizning isboti sifatida quyidagi video faktlar so'zlaydi. Создан такой прекрасный пансионат. Даже Дубай это нам не надо. Вот. Mana shunday ajoyib pansionat barpo etildiki, Dubayga borishning hojati yo'q. Ushbu sanatoriyning o'zi eng zamonaviy bo'lishi bilan birga sifatli davolash xizmatlariga ega. Bu yerning avvalgi holati bilan bugungi holati o'rtasida osmon bilan yercha farq bor. Xaroba holatdagi joy O'zbekiston Respublikasi prezidenti sharofati bilan mana shunday go'zal maskanga aylandi. Ushbu maskan ikki xalqqa xizmat qilishi bilan birga tumanimiz rivojiga ham hissa qo'shadi. Quruvchilar sog'lomlashtirish jarayoni qulay va yuqori saviyada bo'lishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solganlar. Bugungi kunda sanatoriy nafaqat xalqaro standartlarga to'liq javob beradi, balki ko'plab yo'nalishlarda ulardan ham ustundir. Qurilish jarayonida O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilayotgan eng zamonaviy materiallar maksimal darajada ishlatildi. Shu bilan birgalikda obyektimizda chet elda ishlab chiqarilgan zamonaviy, hali O'zbekiston qurilish bozoriga kiritilmagan qurilish materiallaridan foydalandik. Natijasini ko'rib turibsizlar, juda chiroyli bino bo'ldi. Shu dam oladigan odam haqiqatdan hordiq chiqarib ketish kerak, davolanib ketish kerak. Shunga sharoit yaratilgan. Loyihamizda individualligi yana bir tomoni, bu regionda janubiy shimoliy qismlarda ham dam olish maskanlari yozgi mavsumga mo'ljallangan. Bizda hozirgi bu qurilgan obyektimiz, sanatoriyamiz qishin yozin ishlaydi. Qish paytida isitadigan uskunalar juda zamonaviy, elektr energiyani juda iqtisod qilib qoladigan zamonaviy uskunalar qo'yilgan. Bu obyektimiz shu ikki davlat xalqi uchun, o'zbek, qirg'iz xalqlari uchun xizmat qiladi. Ushbu loyiha faqat kvadrat metrlar yoki investitsiyalar bilan o'lchanmaydi. Uning eng katta qadriyati insonlar uchun yaratilgan imkoniyatlardir. Sifatli davolanish, yangi ish o'rinlarining yaratilishi va ikki davlat o'rtasidagi do'stlikni yanada mustahkamlovchi omillar haqida tantanali tadbir ishtirokchilari ham alohida to'xtalib o'tishdi. Quyosh ufq ortiga botgach, uning o'rnini oy nuri egallaydi. Oy yog'dusi Issiqko'l marvaradining tungi manzarasiga yanada o'zgacha joziba bag'ishlaydi. Ikki mamlakat san'atkorlarining musiqiy chiqishlari esa bu go'zal manzarani yanada boyitib, qalblarda unutilmas bayramona kayfiyat uyg'otdi. Issiqko'lning janubiy qirg'og'ida yangi O'zbekistonning ulug'vor maqsadlariga hamohang barpo etilgan Bo'ston Resort sanatoriysidan yangragan do'stlik, qardoshlik, shukronalik, tinchlik, totuvlik shodiyonasi Issiqko'l osmonida zarin va rangin mushaklar bilan uyg'unlashdi.